qo'llarimdan asta tutdi. Men ich-ichimdan boshqacha bo'lib ketdim. Bunday narsani his qilmaganimga 20 yil bo'lgan edi. Qo'llaringiz juda nozik ekan, dedi u past ovozda. Men indamadim. Hech qanday javob bera olmadim. Yuragim tez-tez urayotgan edi. U ko'zlarini mendan uzmasdi. Uning qo'llari asta sochlarimga tegdi va menga yanada yaqinroq kelib asta silay boshladi. Sochlaringiz buncha chiroyli, dedi u. Men seskanib ketdim. Boshimni biroz chetga burdim. Ich-ichimda gapirgim kelardi, nimalar bo'lyapti? Nahot bu ongim bo'lsa? Uning har bir harakatidan titrab ketardim. Meni noto'g'ri tushunmang, dedi u sekin. Men sizni sevib qoldim. Faqat buni qizingiz bilmasin, dedi. Mening yuragim qo'rquvdan tez-tez urdi. Bu gaplarni kuyovimdan eshitaman deb o'ylamagandim. U bir lahza jim bo'lib qoldi, keyin: "Agar xohlasangiz, shu kecha tonggacha mazza qilamiz", dedi. Buni eshitib nima deyishimni ham bilmay qoldim. U menga yopishib yana opib ketdi. Kuyovim o'sha kuni ichib kelgan edi. Yuzi va ko'zi qizarib ketgandi. "Bo'ldi, kuyovjon", dedim qattiq ovozda. "Shuncha shohliklaringiz, shuncha bema'ni qiliqlaringiz yetarli bo'ldi. O'zingizni ham, meni ham qiynamang. Yotib uxlang", dedim. U bir past menga hayrat bilan tikilib turdi. Go'yo u hushiga kelgandek edi. So'ng bir og'iz ham gapirmay to'g'ri men toshagan kurpachaga yotdi. Eshikni yopib oshxonaga bordim va deraza oldidagi stulga o'tirdim. Tashqarida tun. Atrof jimjitlikka cho'mgan edi. Faqatgina uzoqdan eshitilayotgan itlarning tovushi bu sukunatni buzib turardi. Xonada esa kuyovimning nafas olishi, goh-gohida bezovtalanib ingrashi eshitilib turardi. Uxlab yotgan kuyovimga borib yana bir bor nazar tashladim. Uni ko'rib ichimdan bir nima uzilib ketgandek bo'ldi. Nafrat va achinish, bu tuyg'ularning hammasi bir-biriga qorishib, yuragimni ming bo'lakka bo'lib tashladi. Ko'z o'ngimdan birma-bir o'tmishim o'ta boshladi. Qizimni dunyoga keltirgan kunlarim. Uning bexubor kulgisi, kichkina qo'lchalari bilan yuzimni silaganlari. Uni bir o'zim, hech kimning yordamisiz katta qildim. Qizimni nikohsiz tuqqanim uchun odamlarning ko'p tanadashnomlariga uchradim. Ota-onam mendan yuz o'girdi, qarindoshlar esa meni buzuqiga chiqardi. Hech kim mening dardimni, qalbimdagi og'riqni tushunishni istamadi. Yoshlik qildim. Bir yigitning shirin va'dalariga ishonib, o'zimni unga butunlay topshirdim. U esa meni aldadi, tashlab ketdi. Qornimda bola bilan bir o'zim qoldim. O'shanda dunyo ko'zimga qorong'u ko'ringandi. Jonimga qasd qilmoqchi ham bo'ldim. Lekin ichimdagi mitti yurakchaning urishi, uning begunohligi meni bu yo'ldan qaytardi. Bolam uchun yashashim kerak, dedim o'zimga. Unga ham ota, ham ona bo'laman. Shunday qilib qizimni bir o'zim katta qildim. Odamlarning gaplariga, tanadashnomlariga e'tibor bermaslikka harakat qildim. Bor mehrimni, butun hayotimni qizimga bag'ishladim. Uni hech kimdan kam qilmay o'stirdim. Eng yaxshi kiyimlarni kiygizdim, eng yaxshi o'quv yurtlarida o'qitdim. U aqlli, odobli, hamma havas qiladigan qiz bo'lib ulg'aydi. Qizim ulg'aygach, unga munosib bir yigit topish, uni baxtli qilish mening hayotimdagi eng katta orzumga aylandi. Kuyovim bilan tanishganimizda boshim osmonga yetgandi. U juda yaxshi, mehnatkash yigit edi. Qizimni jonidan ortiq ko'rardi. Ularning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbatini ko'rib yuragim hapriqardi. Nihoyat qizimning baxtini ko'raman deb o'ylagandim. Mening ko'rgan kunlarim uning boshiga tushmasin. To'ylari ham juda chiroyli o'tdi. Ikki yosh bir-biriga shunday yarashib turgandiki, ko'z tegmasin deysiz. Ularning baxtidan men ham baxtli edim. Ammo bu baxt uzoqqa cho'zilmadi. Kuyovim ishlayotgan korxona yopildi. U ishsiz qoldi. Avvaliga bu vaqtinchalik qiyinchilik deb o'yladik. Yaxshi mutaxassis tez orada boshqa ish topib ketadi, dedim o'zimni va qizimni ovutib. Ammo kunlar, haftalar, oylar o'tsa hamki ish topilavermadi. Kuyovim har kuni ertalabdan kechgacha ish izlab sarson-sargardon bo'lar, kechqurun esa umidsiz, tushkun kayfiyatda uyga qaytardi.
Uning o'ziga bo'lgan ishonchi sonib borayotganini, ezilayotganini ko'rib, men ham ezilardim. Shunday kunlarning birida u ichishni boshladi. Avvaliga do'stlari bilan, keyin esa har kuni yolg'iz o'zi ichadigan odat chiqardi. Ichgan sari u o'zgarar, avvalgi muloyim, mehribon kuyovimdan asar ham qolmasdi. Uyda janjal chiqarar, qizimni haqorat qilar, ba'zida esa qo'l ham ko'tarardi. Qizim sho'rlik nima qilishini bilmasdi. Erini yaxshi ko'rardi, uning bu holga tushib qolganiga achinardi. Ammo uning hurmacha qiliqlariga, zulmiga chidashga ham bardoshi yetmasdi. Oralari butunlay sovib ketdi. Bugun esa bir ahvolda mening uyimda, mening to'shagimda yotibdi. Oz onasi uyga kiritmabdi. Ona sho'rlik, uning ham yuragi qondir. Qaysi ona o'z bolasining bunday xor bo'lishini istaydi? Kuyovimning uxlab yotgan yuziga qarab oyga tolaman. Uni yomon ko'ray desam, qizimni sevishi, uni baxtli qilish uchun qilgan harakatlari ko'z o'ngimga keladi. Ularning shirin turmushi, kelajak haqidagi orzulari. Hammasi bir zumda chilparchin bo'ldi. Nahotki hamma ayb shu zahar aroqda bo'lsa? Nahotki bir insonning irodasi shu qadar past bo'lsa? Birdaniga ichimda bir qarorga keldim. Men unga yordam berishim kerak. Uni bu botqoqdan tortib olishim kerak. U mening dushmanim emas. U mening bolam, jigarbandim. Tong otdi. Kuyovim uyqudan uyg'ondi. Boshini changallab o'rnidan turdi. Yuzida kechagi mastlikdan qolgan alomatlar, pushaymonlik va uyat hissi aks etib turardi. Onajon, meni kechiring, dedi u past ovozda. Men unga yaqinlashdim. Qo'llarimni uning yelkasiga qo'ydim. Kuyovjon, siz o'zingizni qo'lga olishingiz kerak. Siz kuchli insonsiz. Bu qiyinchiliklarni yengib o'ta olasiz. Men sizga ishonaman. U ko'zlarimga qaradi. Uning ko'zlarida yosh miltillardi. Men uddalay olmayman, dedi u pichirlab. Uddalaysiz, dedim men ishonch bilan. Siz yolg'iz emassiz. Biz siz bilan birgamiz. Qizim, men, nevaralarim hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz. Biz sizga yordam beramiz. Shu kundan boshlab biz kuyovimni davolashga kirishdik. Uni yaxshi shifokorga ko'rsatdik. U davolanish kursini boshladi. Bu oson bo'lmadi. U ko'p qiynaldi. Ba'zida hammasini tashlab yana ichkilikka qaytishni ham istadi. Ammo biz uni yolg'iz qoldirmadik. Uni qo'llab-quvvatladik, unga ishonch bildirdik. Oradan bir necha oy o'tdi. Kuyovim butunlay o'zgardi. U ichkilikni tashladi. Yana avvalgidek mehribon insonga aylandi. U yangi ish topdi. Oilasiga bo'lgan e'tibori ortdi. Uydagi muhit yana iziga tushdi. Bir kuni kechqurun hammamiz dasturxon atrofida o'tirganimizda kuyovim menga yuzlandi. Onajon, dedi. Sizga katta rahmat. Agar o'shanda siz meni qo'llab-quvvatlamaganingizda, men hozir qayerda, qanday ahvolda bo'lishimni tasavvur ham qila olmayman. Siz meni hayotga qaytardingiz. Siz mening ikkinchi onamsiz. Uning so'zlaridan ko'zlarimga yosh keldi. Bu quvonch yoshlari edi. Men nafaqat kuyovimni, balki butun oilamni, qizimning baxtini saqlab qolganimdan xursand edim. Hayotda har bir inson xato qiladi. Muhimi, o'sha xatoni tushunish, undan to'g'ri xulosa chiqarish va oldinga intilish. Va eng asosiysi, insonga ikkinchi imkoniyat berish, uni qiyin paytda yolg'iz qoldirmaslik. Axir, mehr-oqibat, kechirimlilik va ishonch har qanday qiyinchilikni yengishga qodir. Men bunga o'z hayotimda yana bir bor amin bo'ldim.